chiroyli sovg'alarni yaqinlashgan ekan. Manzur opa, Xudo xolamizdan kelishlarini so'raymiz. Bugun Xudo tomonidan ham juda ko'pchilik mehmonlarimiz qatnashyapti. Kelin tomonga ham to'ylar muborak bo'lsin. Kuyovlar qulluq bo'lsin. Ushbu xonadonga kelin muborak bo'lsin deymiz. Bugun ikkita xonadon o'rtasida yaxshi niyatda bir umrga uzilmas rishtalar yo'lga qo'yilyapti. Ilohim xudolar borishga kelishli bo'lsin. Kelasi Xudo xolasa yorimiz bilan kelin-kuyovlarimizni farzandlarni beshik to'ylarida, xatna to'ylarida turishib, hammaga Ilohim nasib qilsin deymiz. Mansur opa kelasiz, onajonlarimizni, Xudo xolamizni kutib olamiz. Rahmat. Ashirgul opa, endi bir chiroyli duo qilamiz. Birinchi sizdan eshitamiz. Marhamat, mikrofonni beramiz. Endi Manzur opamdan chiroyli tilaklarni, chiroyli so'zlarni birga tinglaymiz. Manzur opa, chiroyli suratga tushib qolasizlar. Suratkash do'stlarim, xizmatlaringizga endi Akmaljon marhamat qilib kelin poshsha bilan biz sanabar ko'zimiz tushdi. Juda ham chiroyli guldastalarni xarid qilgan ekansizlar, kam bo'lmagan. Endi bujonimizga, onajonlarimizga topshirish fursatlari yetib keldi. Har oni oq olar boshdagi tola. Gohidan quvondim, goh chekdim nola, o'zimcha hali ham bo'laman bola. Gohi yolg'on, gohi rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastir bu dunyo. Dunyoni boshimdan balandga qo'yib, o'zim o'tirgan shohga o'zim o't qo'yib, yig'lasam foyda yo'q so'y kuyib. O'zicha o'ziga mosdir bu dunyo. Onajonim poyidan pastir bu dunyo deganlar. Shonalarimizga rost qarsaklardan yurasizlar. Onajonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz abadiy baxtli bo'lsin deganlar olqishlab turasizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli qo'shiqlar